qurilishda yana bitta zo'r sekretlardan bittasi usta ishlatyapti turgan akalarga, usta ishlatmoqchi bo'lganlarga, jamiki mana shu usta ishlatyapti turgan akalarimizga zo'r lifehack. Ustalar ishni tugatmasdan yarim soat oldin kelib, ustani brigadirini chaqirib, usta aka, mana hisob kitobimizdagi hamma pullarni olib keldim, sanab tekshirib oling desalaring, keyin bag'dagi shogird usta bolalarni, sheriklarini, ustalarni sheriklarini ko'rasizlar, qanaqangi nastrinasi ko'tarilib, ishni qanday tugatyapti turganini. Uni nastrinasini ularni ko'tarilgan ko'rib, o'zlaringda ham nastrilaring juda ko'tarilib ketadi. Bunaqangi nastrinani ko'tarishlar, bu holatni o'zi til bilan ta'riflashga iloji yo'q. Hozir mana bitta akamiz ham kelib mana shunaqa qilib расчет qilib ketdilar. Ustalarimiz mana zo'r nastriniyada ishlar tugatyaptilar. Hammalaringga rahmat. Mana shunaqa qilib tugatganlar bo'lsa ishni like bosib qo'yinglar.